Assalomu alaykum. Xabaringlar bo'lsa kerak, biz yaqindagina Saraf robotni yangilangan strategiyalar bilan siz azizlarga ishlatishga taqdim qildik. Undan oldin biz o'zimizning akkauntimiz bilan ham va hozir ham bu narsa davom etyapti. Testlab, haqiqiy pullar bilan savdolarga qo'yib qo'yganmiz va bundan buyog'iga xudo xohlasa har oy Saraf robot qanaqa savdolarni amalga oshirdi va qanaqa pozitsiyalarda, qaysi joylarda foyda, qaysi joylarda zarar qildi, umuman bozor holatiga qaraganda qanaqa trade qildi, mana shularni har oy va kerak bo'lsa har 2 haftada ham biz o'sha eng kerakli joylarini sizlar bilan birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, o'zi bugungi tahlilni o'sha noyabr, hali dekabr tugallanmagani uchun noyabr oyini to'liq o'sha qilgan savdolarni ko'rib chiqamiz. Aynan noyabr oyida bo'lganlarni. O'zi noyabr oyini ko'radigan bo'lsak, Bitcoin uchun juda ham og'ir keldi. Mana bu 1-noyabrdan 30-noyabrgacha qaraydigan bo'lsak, Bitcoinning o'zi 18% tushishni boshdan kechirdi. O'z-o'zidan kripto bozorda hamma coinlar Bitcoin ketidan ergashgani uchun, misol uchun boshqa uni efirlarda ham yoki bo'lmasa Solana kabi coinlarda ham ko'rishimiz mumkin. Juda ham 22-23% tushishni ko'rsatdi bozor, lekin robot quvonarli tomoni bu tushish bo'lgan bozorda ham hattoki o'zimni ham savdo qiladigan trade'larimni foydaga chiqmadi bu oy, chunki biz bilamiz spot ishlaymiz, lekin Saraf robot o'z vaqtida foyda bo'lganini olib va stop losslarni qo'ygani uchun именно Saraf robotiga 4 ta robot foyda deyapti. Buni biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. 4 ta strategiyamiz bor hozir buning ichida. Smart Flow mana bu noyabr oyi uchun. Umumiy tikilgan summa 101 ming edi. Oktyabrda 4% ga yaqin 3,5-4% ga yaqin zarar qilgan oktyabrda, lekin noyabrda umumiy hisobda 9% foyda qilib, o'sha ya'ni 10% ga yaqin 9% ga yaqin foyda qildi va oldingi oydagi zararni ham qoplab yubordi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, 101 ming tikilgan summadan $5785, ya'ni taxminan 6% ga yaqin foydani ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda strategiya bo'yicha rezultatlar noyabrda misol uchun Smart Flow 84 ta pozitsiyani amalga oshirgan va undan 5600 foyda qilgan. Va undan tashqari Quantumni ko'rishimiz mumkin. Hatto bu robot ham $74 foyda olib kelgan. Candlemaster bu ham 16 ta trade qilgan, nisbatan kamroq, lekin uni ham foydasi shunga yarasha 1035, ya'ni umumiy summadan taxminan 1%. Va bizda Evo Strike bor. Bu ham 60 ta savdoni amalga oshirib, umumiy hisobda $3229 foyda qilgan. Bu taxminan общий pulga 2-3% atrofida bo'ladi. Va ko'rishimiz mumkin, bu yerda umumiy natijalar robotlar 24-sentyabrdan beri ochilgan. Taxminan sentyabrda 6 kun, oktyabr, noyabrni hisoblaydigan bo'lsak va dekabrda azmin savdolar bor bu yerda. Shunda 69% savdolarni foyda deyapgan va 94 ta ya'ni 31% savdolarni zarar deyapgan va bu yerda foydalarni strategiya bo'yicha taqsimotini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Evo Strike, Smart Flow, Candlemaster juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatgan. Faqatgina Quantum o'sha oktyabrdagi juda qattiq qulash tufayli mana shunaqa rezultatini biz bu yerda ko'rsak bo'ladi. Undan tashqari bu yerda yana statistikani coinlar bo'yicha ko'rsak bo'ladi. Ya'ni Smart Flowda ADA coini eng yaxshi natijani olib kelgan, ya'ni 11% foyda, undan keyin Near, Link, Sui va hokazo. Undan tashqari Quantumni ham ko'rishimiz mumkin. Quantumda faqatgina efir yaxshiroq natija ko'rsatgan qolgan coinlarga qaraganda. Bu umumiy, ya'ni faqat noyabr uchun emas, o'sha boshlangandan beri ko'rsatilayotgan natijalar. Arbitrum, Evo Striker bo'yicha Arbitrum juda ham yaxshi natija ko'rsatayotgan ekan. Candlemaster bo'yicha esa Near, Litecoin, Sui coinlari top 3likni yakunlab beryapti. Xo'p, savdolarni qanaqa ochgan? Misol uchun Quantum o'zidan ham boshlaydigan bo'lsak, dekabrda mana ba'zi bir savdolar dekabrda amalga oshirilgan, noyabrning 30-gacha mana foyda, zarar, ya'ni zararlar ham ko'proq, foydalar ham bor albatta. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. O'sha bu oktyabrga o'tib ketadi. O'shaning uchun ham bu eng kam deyarli o'sha o'zining narxi $74 gina foyda qilgan. Smart Flow bilan Evo Strike bu yerda juda ham yaxshi rezultatlarni qayd etgan, ko'rishimiz mumkin. Juda ham kichkina, ya'ni 2%, 1%, ya'ni foyda bo'ldimi, foydani fiksatsiya qilishga harakat qiladi robot. Tushib ketayotganda ham mana biz bu yerda ko'rsak bo'ladi. Juda ham uzoq ushlab turmasdan 1.25% ga yetganida o'sha bozordan chiqib ketyapti, misol uchun Toncoinning o'zida. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ko'p pozitsiya ochib yopadi, qachonki o'sha bozorda, ya'ni bozor orqali signal topsa, tez bozor kirib chiqadi va
bozorda qanaqa potensial bo'lsa, quyidagi 0,27 yoki 0,34 ga o'xshagan kichkina foydalar bilan ham tushib ketishi mumkin. Ba'zi paytlarda ko'rishimiz mumkin birmuncha yirikroq bo'lgan foydalarni. Yirikroq bo'lgan foydalarni ko'proq candle masterda ko'rishimiz mumkin. Nisbatan, ya'ni albatta 273 va mana zararlari ham bor albatta -3%, mana 3.33, 3.07, 277 foydalar bilan hammasi va bular ketma-ket niyirda ochilgan ekan. Noyabr oyi uchun shunaqa holat bo'ldi, ya'ni trader sifatida ham baribir siz o'zingizda qanchadir pul qismingizni avtomatlashtirilgan joyga qo'yib qo'ysangiz, misol uchun o'zingiz savdo qila olmagan paytda bu sizni qoplab, ya'ni birmuncha sizni balansni ushlab turishi mumkin. Chunki bunda hech qanaqa hissiyot yo'q. Faqatgina ma'lum bir berilgan shartlar asosida bozor kirib chiqadi. Saraf robotni o'sha agar taqdimotda eshitganlar bo'lishi mumkin yoki eshitmaganlar bo'lsa, taxminan 25 ga yaqin coin bilan savdo qiladi. Coinlar ba'zi bir paytlarda almashib turishi mumkin va faqatgina spot bozorida savdo qiladi. Va hamma pullaringiz o'zingizning hisobingizda turadi. Siz faqatgina maxsus API kalitlari yordamida Binance akkauntingizni saraf robotga ulab qo'yasiz va bo'ldi. Ulab qo'yilishi bilan va buni hisobiga komissiyalar uchun ozgina pul tashlab qo'yganingizdan keyin u avtomatik ravishda o'z savdolarni amalga oshirishni boshlaydi va foyda ham, zarar ham Binancening o'zida bo'ladi. Ya'ni siz biz sizni qanaqadir foydangizga sherik bo'lmaymiz. Biz shunchaki saraf robotning o'zida komissiyalar uchun to'lab qo'ysangiz shuni o'zida kifoya qiladi. Hozirgi kunda 4 ta tarif bor. Siz uni bepulga ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa oylik tarif to'lamasdan faqatgina komissiyalar uchun har bir sotgan savdoda va u sotilgan savdo agar yashilda yopiladigan bo'lsa, zarar bo'lmasa, bizni free deb yo'lda 0.3% komissiya oladi va tarif kattalashgan sari bu komissiya kamayib boradi. Va bundan ko'rinadiki, agar summa kattaroq bo'ladigan bo'lsa, albatta siz kuchliroq tarifni oladigan bo'lsangiz, sizga ko'proq foyda qoladi. Lekin boshlab ko'rish uchun siz free tarifdan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Demak, bu qisqagina obzor edi. Saraf robotni qanaqa o'zi tuzilishi va albatta noyabrdagi natijalari. Xudo xohlasa dekabr oxirida ham ko'rdinglar, dekabr oyida juda ham ko'p manipulyatsiya bo'ldi. Tepaga, pastga ham ko'p narxli likvidlarni tozalaganini ko'rdik. Oy davomida endi ko'ramiz. Dekabr tugashiga mana taxminan 10 kuncha vaqt bor. Mana shu vaqt davomida qanaqa saraf robot qanaqa pozitsiyalarni ochib yopadi, bularni xudo xohlasa birgalikda sizlar bilan ko'ramiz. Hammanglarga rahmat. Keyingi efirlarda ko'rishguncha.